onamlarnikiga ertaga boraman deb o'tiruvdim. Adamsa ko'ngillari bo'shab ketdimi bilmayman. Hech ham uyga ortiqcha yotgani kelmayman deb o'zi ruxsat bermaydilar-da xo'jayinim bilan. Yo'q, o'zim qolib ketaman deb. Bugun osmondan tarasha tushgandek 11-kvartalga borib mahsulotlarni bergandan keyin onam, singlim, Kamola singlim, Munisaxon keldim, hammaligi domga uchastkaga kelishgan ekan, dachaga kelishgan ekan, telefon qilishdi, ke debdi. Keyin zo'rg'a talab adasi, anaqa borsam maylimi desam, keyin bo'ldi o'zim borib tashlayman deb qoluvdilar. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Bitta shu kiyimda kelganman. Telefon qilman singlimga, singlim kiyimlaring bormi ish qilib, men kiyimsiz shunday kiyapman lekin. O'g'limdan shunday olib kelyapman, qizimni ham desam. Bo'ldi, kevering topamiz, sizga ruxsat teggan bo'lsa bo'ldi deb qoldi-da. Shu bilan hozir dachaga kelib olganmiz. Maza qilib o'tiribmiz hozirga bitta video obzor qilib beraman. Dachalarni rosa o'zgartirib tashlashgan.